Alex Optima Nano bilan ustanovka qilingan mashinani nastroyka qilishyapti. Boshida birinchi ustanovkada noldan qanaqa qilish kerakligini hozir ko'rsatib berishadi. Qo'yilgan injektorda mana shu tanlanadi. Misol uchun hozir biz qani edi? Flippermi? Ha, flipper qo'ydik. Mana. Flipperga qo'yiladi. Misol uchun оборот 600 turishi kerak. Minimum оборот bo'ladi-da. Переключение qiladigan оборот. Keyin mana yerda minimum оборoti bor, maksimum bor. Maksimum 10 ming turaveradi, minimumni 0 qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Minimum shart emas bizga. O'shanda benzin umuman yemaydi. Hop, keyin datchisi mana misol uchun qo'yila turgan datchiga bog'liq. Mana misol uchun bizniki hozir uminshenni 50 kilomli. Ha, 50 kilomli. Bo'lsa obidan oldin yoqib olamiz. Obidan uchun avtomatikga qo'yilsa o'zi ulanadi. Оборотlargacha ko'rsatadi. Obidaga kirib turib avtomatikga qo'yib qo'yadi, o'zi ulanib oladi. Avtomatikga qo'ysa ham osonroq ulanadi. Navoda ulanmasa keyin mana shu yerdan bo'lib bittasini tanlab bitta tanlanadi, qaysidir bittasiga ulanadi keyin. Deyli unga yoki bunga mana bu yerda ko'rsatadi o'zi. Ulanishi bilan bu yerda ko'rsatadi. Misol uchun unga yoki unga shu bitta buni olinadi. Terib ko'riladi. Keyin bu yerda so'raydi. LTF, STF bu dolgi срочный, короткий срочный smesni ko'rsataymi deydi. Mana bu yerda ko'rsatish kerak. Bu yerda siz buni ptichka qilib OK qilib qo'yishingiz kerak. Da qilib qo'yasiz. Keyin mana удалить ошибка deydi. Ошибкani o'chirish kerak. Hamma ошибканimi? Сброс ошибка deyapti. Качество топлива deyapti. Toplivanikini yoqib qo'yish kerak. Sababi benzin расход qo'rmaydi o'shanda. Удаление выбрание ошибка deyapti. Bu tanlangan ошибкаlarni o'chirish uchun. Bu shart emas. Tak. Endi bu yerda qilinadigan narsa adaptatsiya. Adaptatsiya obida orqali bo'lishi kerak. Bo'languncha nastroykalarni qilib chiqaylik. Priskasi o'zi shu последовательно turaveradi. Standart motor esa standart yoki turbina qilinadi. Keyin mana bu narsani ko'pchilik 10 qilib qo'yadi. Buni o'chirib qo'yish kerak. Mana 2 da tursa, mana gazda temperaturasi reduktornikidan pastroq bo'ladi-yu. Eng kichkinasiga qo'yish kerakmi? Shunaqa. Masalan, hozir mashinamiz taxminan bir 80 tiz nimada qizigan atrofida. Yana nimasi bor edi? Bitta переключение. Холостой ходda zadeshka bo'lishi, ya'ni porshenda o'chishi, yonishi. Misol uchun benzin o'chishi, gazda yonishi. Переключение gazga bo'lyapti. Buni misol uchun qancha pasaytirilsa shuncha tez o'tadi, qancha ko'tarilsa shuncha tez sekin o'tadi gazga. Farqi shu yerda. Albatta hech qanaqa qiladigan ish qolmadi. Keyin kalibrovka beriladi, bo'ldi. Start bosib yuboradi, bo'ldi. Start bosib yuborilsa bo'ldi.